Qaysi davlatda odatdagidan kengroq bo'lgan ayollar uchun maxsus avtoturargohlar mavjud? Iroqda. Yo'q. Eron. Aholisi ko'p bo'lgan davlat. Hindistonda. Yo'q. Qaysi qushlar tug'ilib o'sgan va uchirma bo'lgan uylarini unutmaydi va yillar o'tsa ham qaytib keladi? Qaylash. Yo'q. Qaldirg'och. Lekin qayerdan ketadi? Yo'q, qaldirg'och emas. Qarg'a. Qarg'a to'g'ri. Qarg'a shunaqa ekan. Qaysi rang ochlik hissini keltirib chiqarishga sabab bo'ladi? Yashil. Yo'q. Ko'k. Yo'q. Qora. Yo'q. KFC ham ko'p foydalanadi shu rangdan. Sari. А что, так можно было, что ли? Yo'q. Qizil. Qizil to'g'ri. Teng aytlaring tushib. Bu hayvonlar suvda akula yoki shunga o'xshash hayvonlar yo'qligini aniqlash uchun sheriklarini itarib yuborishadi. Yo'q. Pingvin. Pingvin to'g'ri. Siz ko'taring. Dunyodagi eng tezkor bokschi deb nom olgan mashhur bokschi Muhammad kim? Ali. Muhammad Ali to'g'ri. Qaysi hayvon zahari dunyodagi eng qimmat suyuqlik hisoblanadi? Baqir. Ilon. Yo'q. Lekin u ham zaharli hayvon. Chayon. Chayon to'g'ri. Qaysi mahsulot semirishga sabab bo'luvchi mahsulotlar ichida birinchi o'rinda turadi? Yo'q. Mahsulot aynan Qadoqlanib sotiladi. Ah, O'zimiz ham tayyorlaymiz lekin. hotman. O'shaqa hotman. Yo'q. Uch bir chips edi. Ikkimiz ham ko'taramiz. Qaysi tish istalgan yoshda chiqishi mumkin? Sut tishimi? Yo'q. Jahtish. Yo'q. Ko'pchilik endi aqling kiryapti Aql ekan. tishi. Aql tishi, to'g'ri. Siz birinchi aytdingiz. Bugunga qadar olimlar kimyoviy va fizik hodisalarning necha foizini o'rgana olgan? Juda ham kam. 2%. Yo'q. 5 ga bormaydi. 1%. Yo'q. 3,5%. 4% to'g'ri. Dunyoda jami necha xil ko'z rangi mavjud? 10 dan kam. 7 xil. Yo'q. 6 xil. Yo'q. 5 xil. Yo'q. 8 xil. 8 xil to'g'ri. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat.